Yo'lda bo'l, cho'lda bo'l, payshanba kuni uyda bo'l. Bugungi avzorimiz payshanba oqshomi atri haqida. Hozirgi zamonaviy trenddagi atir payshanba oqshomi 2021-yilda ommaga taqdim etildi. Bu muallifli atir Ayub Attor, ya'ni Men Kaminayi Kamtarin tomonidan o'ylab topilgan. Taqdim etilgan xushbo'y hid yilning istalgan vaqtiga tegishli. Ya'ni issiq ob-havoda ham, salqin havoda ham bemalol sepa olasiz. Bu atirimiz yo'l hisoblanib, o'ziga ishongan erkaklar va nafis ayollarni o'ziga jalb qila oladi. Ushbu atirimiz uchta xushbo'ylikni o'z ichiga oladi. Bosh notalarida yog'och, tamaki hamda qahva, o'rta notalarida esa ananas, roza va jasmin. So'nggi notalariga kelsak, bergamot hamda vaniliyasini his qilishingiz mumkin. Agar sizlarga ma'lumotning foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Agar payshanba oqshomi atirdan ishlab ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Keyingi abzor qaysi atir bo'lishini xohlaysiz?